Demak, milliy sertifikat kitobini yechimlarini ko'rishda davom etamiz. Ikkinchi mavzudan 26-misoldan boshlab ko'rar ekan, 25-misolgacha hammasi YouTube sahifamizga joylangan, bemalol kirib ko'rishlaringiz mumkin. Demak, 26-misolda aytyaptiki, 30 sonini shunday 3 ta sonning yig'indisi ko'rinishida yozish mumkinki, bunda birinchi ikkita son 5 va 6 sonlarga to'g'ri proporsional, oxirgi ikkita son esa 3 va 2 sonlarga teskari proporsional. Bu sonlarning eng kattasi va eng kichigi farqini toping deyapti. Demak, bizda 3 ta sonimiz bor ekan. Birinchi son va ikkinchi sonimiz 5 va 6 ga to'g'ri proporsional. Bu degani birinchisini 5x olsam, ikkinchisini 6x olaman. Endi teskari proporsional degani oxirgi ikkita son 3 va 2 ga teskari proporsional degan. Demak, men endi ikkinchi sonni qanaqadir y taqsim 3 olaman. Ko'paygan qilib olmayman teskari proporsional bo'lsa. Taqsim qilib olaman. Uchinchisi esa 2 soniga. Demak, bu y taqsim 2 ko'rinishda ekan. Ya'ni bir-biridan x, y'lar farqli, chunki bu 6 va 5 sonlarga to'g'ri proporsional, bu boshqa miqdordagi proporsional haqida gapiryapti. 3 va 2 sonlariga teskari proporsional, bu boshqa miqdordagi proporsionallar haqida gapiryapti. Ya'ni buni x desam, buni ham x deya olmayman, x taqsim 3 deya olmayman. Demak, bu yoqda y topib olsam, bu yoqqa ko'paytirib y barobar 18x chiqar. Mana bu yerga y o'rniga ham qo'ysam, 18x taqsim 2 bo'lib 9x ekan. Demak, o'zi aslida bu 3 ta sonim 5x, 6x va 9x ko'rinishda to'g'ri proporsional ekanda. Misolini faqat qiyinroq qilib beryapti menda teskari deb, ikkita sonni yana miqdorini berib, men buni topib olishimni ortiqcha qilib beryapti menga o'sha qadamimni. Lekin o'zi mana shunaqa oson misolga kelib qolar ekan oxirida. Demak, shu 3 ta sonni yig'indisi 30 ekan. Demak, 5x plus 6x plus 9x barobar 30 qilsam, bularni qo'shadigan bo'lsam 20x barobar 30, bu yerda x topsak 3 taqsim 2 ekan. Endi mendan katta va kichkina sonlar farqini so'rayapti. Demak, 9x minus 5x so'rayapti. Bu 4x, x 3 taqsim 2 chiqadi. 4 3 taqsim 2 ga ko'paytirsak 6 chiqar ekan. Demak, sonlarning farqi 6 ekan. Keyingisi 27. Kulol 120 ta piyola va likopcha yasadi. 20 ta likopcha. Demak, piyola 120 ta ekan, likopcha 20 ta ekan. Endi aytyapti, sarf qilingan mahsulotlarning 80% piyola uchun. Demak, 80% piyola uchun 30, demak 20% qoladi likopcha uchun. Likopchaning og'irligi 150 gram. Demak, bitta likopchaning og'irligi 150 gram bo'lsa, 20 tasi necha gramligini topib olishim kerak va u uchun 20 ni ko'paytiraman 150 ga. Bu ham 3000 gram chiqadi. 3000 gram ham 3 kilogram. Demak, likopcha uchun 3 kilogram sarf bo'pti. 20% edi. Foizda kilogramda 3 kilogram ekan. Demak, men topishim kerak 20% 3 ga teng bo'lgan son. 20% 3 ga teng bo'lgan sonni qanday topaman? A ni 20% ni topishni 20 ga ko'paytirib 100 ga bo'laman, shu 3 ga teng ekan. Bu yerdan topib olsam 15 kilogram chiqar ekan. Demak, jami menda xarajatim 15 kilogram bo'lgan ekan. Shundan likopchaga 3 kilogram bo'lgan bo'lsa, piyolaga 12 kilogram qoladi yoki 15 ni 80% ni topsam ham baribir 12 kilogram chiqadi. Mana shu 12 kilogram 120 ta likopcha uchun ekan. Demak, 12 kilogram menda bo'ladi 12000 gram. Shu 120 ta piyolaga ketibdi. Shuni 120 ga bo'lsak, bitta piyola uchun 100 gram mahsulot ketgani kelib chiqar ekan. Yaxshi, keyingisi chuqurligi 2 metr bo'lgan basseynga bitta quvurdan suv kiradi. Suv chiqib ketuvchi 3 ta bir xil quvurdan bittasi basseyn tubiga. Qolganlari esa basseyn tubidan mos ravishda 1 metr va 2 metr balandlikda joylashgan. Quvurlar shunday kattalikdaki, bunda barcha quvurlar ochiq vaqtda basseyn 18 soatda to'ladi. To'la basseyn esa toshmaydi. Lekin barcha quvurlar to'liq hajmda ishlaydi. Suv chiqib ketuvchi quvurlar yopiq bo'lsa, basseyn qancha vaqtda to'ladi? Demak, mana bunaqa narsa aytayapti ekan. Bu ham ancha murakkab masalamiz ekan bizda. Suv tubida bitta bor ekan, quvur chiqarib tashar ekan bu A bilan. Demak, 2 metr bo'lgandan keyin 1 metrda bo'lsa, uni yarmida bo'ladi. Mana bu yarmida yana bitta quvur bor ekan, u ham chiqazib tashar ekan A bilan. Chiqazib tashiyga anaqa A litr chiqazib tashiydi u har soatda. Va eng tepasida bor ekan, bu ham A bilan chiqazar ekan. Endi bitta quyilar ekan, B tezligi bilan quyilar ekan. Endi men qarashim kerak bu yerda
18 soatda to'ladi. Demak, qaranglar. Bu joyda sal qiyinlik joyi. Mana bu yarmiga kelguncha faqat mana bu quvur o'zi ishlaydi chiqarishga. Demak, bunda B bilan kiryapti, A bilan chiqyapti. B minus A qoladi har soatda quvur ichiga. Tasavvur qiling, masalan 40 litr bilan tushyapti, 20 litr bilan chiqyapti. Demak, har soatda 20 litr to'lib boraveradi quvur. Demak, B minus A litr bilan qanaqadir T vaqt ishlaydi u. T vaqt ishlaydi, shunda qaranglar. O'pish hajmi X desak, bilmayman endi 300 litrdir, 200 litrdir, lekin men X deyman. X ni yarmi to'ladi. Chunki yarmigacha keladi u faqat. Endi yarmiga kelgandan keyin bu quvur ham ishlaydi, lekin tepadagi ishlamaydi baribir. Chunki u eng tepada turibdi. Demak, endi B dan ayirishim kerak bo'ladi 2 tani. Qanaqadir T1 vaqt ketadi, shu ham X taqsim 2 ni to'ldiradi. Demak, bu yerdan T ni topsam, X taqsim 2B minus 2A bo'ladi. Mana bu yerdan T ni topadigan bo'lsam, T1 bu X taqsim. Mayli, mana buni 2B minus 2 yozmang, 2 ko'paygan B minus A yozing. Bu yerda 2 ko'paytirilgan B minus 2A bo'lar ekan. Endi mana shu ikkalasini yig'indisi 18 ga teng ekan. Chunki to'liq to'lish uchun ketadigan vaqt-ku mana shu vaqtlar. Demak, X taqsim 2 ko'paygan B minus A plus X taqsim 2 ko'paygan B minus 2A manda 18 ga teng ekan. 2 ga ko'paytirib yuborsam, X taqsim B minus A plus X taqsim B minus 2A barobar 36 ekan. Endi men foydalanishim kerak bo'lgan keyingi shartim qaranglar. Lekin mana bu yerda to'la basseyn umuman toshmaydi. Ya'ni to'la basseyn umuman toshmaydi degani, mana shu to'lganidan keyin, mana shu kecha kelgandan keyin B dan kiraveradi, lekin mana bulardan chiqqandan keyin o'zgarmay turaveradi sathi. Ya'ni mana bu quvur ichiga kirayotgan suv bilan quvurdan tashqariga chiqayotgan suvlar teng bo'lib qoladi. Ya'ni B mana shu 3 ta nasosni chiqarayotganiga teng bo'lib qoladi. B teng 3 ta bo'lib qoladi. Demak, mana bu yerda B'lar o'rniga 3 tani qo'ysam, nima bo'lib qoladi? Mana X taqsim 2A bo'ladi plus X taqsim A barobar 36 chiqargan. Demak, bu yerdan men X topib olsam 24A. Demak, X 24 ta kichkina quvurga hajmiga teng ekan. Lekin mendan kichkina quvur so'ramayapti, ya'ni chiqaradigan quvur so'ramayapti. Kirgizadigan quvurda qancha vaqtda to'ladi? Demak, menda B teng 3A bor edi. Mana bu yerda X teng deyman. 3 ko'paytirilgan 3A ko'paytirilgan 8 so'm bo'ladi. 3A ni o'rniga B ni keltirib qo'ysam, X teng 8 ko'paygan B chiqargan. Bu degani, agar B ni o'zi faqat B ni o'zi ochib qo'yilsa 8 soatda to'ladi degani. Ya'ni 8 soat ishlasa, X quvurlik hajmini to'liq to'ldiradi B ni o'zi. A'lar yopiq. Tashqariga chiqaradigan quvurlar yopiq hozir. Faqat ichkariga kiryapti. Quvurga suv kiryapti, tamom, chiqmayapti. Shunda 8 soatda to'lar ekan. Javobimiz C javob. Yaxshi, lekin ancha qiyinroq misollarga kelibmiz endi. 29 ga qaranglar. Asadbek va Sherzod har biri doskaga bittadan son yozdi. Demak, mana bu yoqda Asadbek, keyin kim edi? Sherzodbek bor ekan. Bu qanaqadir A son yozdi deylik, bu qanaqadir B son yozdi deylik. Asadbek yozgan sonning qarama-qarshisi, demak minus A qarama-qarshisi, Sherzod yozgan sonning teskarisiga teng. Demak minus A 1 taqsim B ga teng ekan. Kichigining kattasiga nisbat. Demak, men hozir demak A ni B dan katta deb oladigan bo'lsam, A taqsim B minus 16 taqsim 9 ga teng ekan. Demak, mana bu yerda men A ni o'rniga 1 taqsim minus 1 taqsim B ni qo'ysam, minus 1 taqsim B kvadrat teng minus 16 taqsim 9 bo'lib qolar ekan. Bularni qisqartirsam B kvadrat barobar 9 taqsim 16. Bu yerdan B ni topib olsam, men 3 taqsim 4 chiqar ekan, plus minus. Endi B plus minus 3 taqsim 4 chiqsa, agar plus 3 taqsim 4 chiqsa, A minus 3 taqsim 4 chiqishi kerak bo'lar ekan. Agar B 3 taqsim 4 chiqsa, A minus 3 taqsim 4 teng 4 taqsim 3 uzr. Demak, B menda agar 3 taqsim 4 bo'ladigan bo'lsa, A minus 4 taqsim 3 bo'lib qolishi kerak bo'lar ekan. B 3 taqsim 4 bo'lsa, minus 3 taqsim 4 bo'lsa, B minus 4 taqsim 3 bo'lishi kerak bo'lib qolar ekan. A. Demak, menda A katta B shartida, mana bu 3 taqsim 4 dan minus 4 taqsim 3 katta emas, bu bo'la olmaydi. Demak, mana bu bo'lar ekan. Ya'ni B teng minus 3 taqsim 4,
A teng 4 taqsim 3. Mandan ikkalasini yig'intisini so'rayapti. Demak, -3 taqsim 4 plus 4 taqsim 3 topadigan bo'lsam, bunga 3 ta, bunga 3 ta, bunga 4 ta maqray bersam, 16 9 7 taqsim 12 chiqar ekan menda javob. D javobda turibdi. Keyingisi eritmaning 30% kislota, 20% ishqor va qolgan qismi suv. Demak, bizda eritmamiz bor ekan. Kislota unda 30% ekan. Ishqor 20% ekan. Demak, 20 30 50% bo'ldi. Suvga o'z-o'zidan 50% qolib ketadi. Keyingi shartida eritmada 100 ml toza suv qo'shildi. Demak, mana shu eritmani X deydigan bo'lsam, hamma narxasini, umumiy massasini X deydigan bo'lsam, endi men bularni foizda yozdim, foizda yozmayman, hammasini qismga o'tib qo'yaman. Ya'ni endi X umumiy desam bu 0.3x bo'ladi, bu 0.2x bo'ladi, bu 0.5x bo'ladi. Endi mana shunga 100 ml toza suv qo'shilibdi. Demak, mana bunga 100 ml toza suv qo'shildi, x plus 100 bo'ldi. Faqat x plus 100 bo'lganda ham mana bularning kislota bilan ishqorni massasi o'zgarmaydi. Anaqasi o'zgarishi mumkin foizi, chunki ortgandan keyin foiz kamayadi, ana bular foizi, lekin massasi o'zgarmaydi. Masalan, mana bu yerda ishqor 20 gram bo'lib qolgan bo'lsa, 100 gram suv qo'shilgandan keyin ham ishqor 20 gram bo'ladi. Chunki u yoqda ishqorga hech qanaqa ta'sir qilmayapti bu quyilayotgan suvda. Suvda faqat suv bor, bo'ldi, 100% suv bor uning tarkibida. So'ng kislotaning konsentratsiyasi 20% bo'libdi. Demak, bunda kislota 20%, mana shu x plus 100 ning 20% kislota bo'lib qolibdi. Demak, bunda o'zi 0.3x edi. Shu teng bo'lishi kerak. 0.20% degani qismga o'tsak 0.2. Endi ikkinchi holdagi massa x plus 100. X plus 100 ga teng bo'libdi. Demak, 0.3x barobar 0.2x plus 20. Bu yerda x topsa 200 gram. Demak, birinchi bo'lib 100 ml quyilmasdan avval idishda 200 ml suv bo'lgan ekan. Qanaqa? Aralashma bo'lgan ekan, eritma. Demak, endi mana x plus 100 dan keyin menda 300 ml aralashma bo'lib qoldi. 300 ml aralashma bo'lib qoldi. Uning tarkibida endi aytayapti. Hosil bo'lgan yangi eritma ma'lum miqdorda ishqor qo'shilgandan keyin ishqorning konsentratsiyasi 48% bo'lib qoldi. Demak, endi mana 300 ml ning ichiga qanaqadir ishqor qo'shilibdi. Faqat ishqor qo'shilibdi. Ishqorning konsentratsiyasi 48% bo'lib qoldi. Ya'ni konsentratsiya degan nima degani bu? O'sha eritmadagi ishqor massasini eritmaning jami massasiga nisbati. Demak, o'zi men bu yerda x topdim 200, demak 0.2 200 ga ko'paytirsam 40 gram. Eritmada o'zi 40 gram ishqor bor. Ishqor hali o'zgarmadi. Endi mana shu 40 gramga to'la ishqor qo'shilibdi, x gram. Faqat ishqor. Endi bunga x qo'shilgandan 300 ga ham qo'shiladi. 300 ga ham o'sha ishqor qo'shilibdi. Natijada 48% bo'libdi mana shu ishqor. Ya'ni bu 48 taqsim 100% ga teng bo'libdi yoki 0.48 ga, farqi yo'q qanaqa qilsak. Buni bu yoqqa ko'paytiradigan bo'lsak, 40 ko'paytirilgan 100 plus 40x barobar 48 ko'paygan 300 plus 48x bo'lib qolar ekan. Buni bu yoqqa bo'lsak, 48 ko'paygan 300 ayrilgan 40 ko'paygan 100 barobar 8 ko'paygan x bo'lib qolar ekan. Demak, buni 192 minus 100 qilsak, 100 olib chiqsak, 100 ko'paytirilgan bu 120, 144, 140 dan 40 ayirsak 104 bo'lsa 100 ko'paygan. Xullas, mana buni hisoblasak x barobar 200 gram chiqar ekan o'quvchilar. Demak, bu